Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Bilqut shirkatida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Mana dasturxon yig'ilib yana soz naqshi boshlandi. Zikr Alpatta ismli qariqash oq yuzlik yigit ko'ngilchan bo'lib olib, duxovi bo'kini kayniga surib qo'yib, raq muqomini boshladi. Muqamning so'zlari, mazmuni teran yozilgan navoiy g'azallari. Anglag'uchilar uqmaydigan gaplarmi ko'p. Lekin ular xuddi Xudoga e'tiqod bog'lab ibodatda o'ltirishgandek jim, hatto putlari taladiganlarimi muqam tugigicha midir qilishmay butun vujudi bilan bu sirliq muqaddas naqshining ichiga kirib ketgan. Ular uchun hozir mush muqam baxt ham e'tiqod. Ular uchun dunyoda uningdan yaqinlik, jamg'u huzur naqsha yoki qiroat yo'q. Muqam bir ulug' ruhning chillig'uchisi, biri go'zal tuyg'uning uyg'otquchisi, biri go'zal kelajakning bishorati. Oxiri bi bilan muqam oxirlashdi. Uning g'ulabla zikrining yaqinlik, bo'mraq ovoziga Abduvalining jarangliq yuqori ovozi qo'shilib, ilim mashribining naqshlari boshlanib ketdi. Jaloliddin usulchi o'rnidan turib, put-qo'l, bel, bosh, qosh, ko'z, eg'izlarini harakatlantirib usulga tushdi. Uning ballari shundoq avrishimki, kimga to'lg'inib qarab qo'ysa, shuning havis qo'zg'alatdi. Kimga qarab qash etib qo'ysa, shuning shahvat qizg'inligi oshadi. Kimga egilib ta'zim qilsa, shuning qalbi hurmat g'ururi bilan suyunadi. Biroq u hamma hurmat, noz karashmasini g'ojamga beg'ishlagan edi. U to'lg'inib o'ynab, bir tal kamputning yerimini o'zi tishlab, qolgan yerimini g'ojamning og'ziga tishiltib qo'yib edi, uyda qiqas ko'tarildi. Jaloliddin usulchining usuli tugash bilan Abdumaramning begi ko'pchilikka "Mening xotinim bir garmon chelib bersam" deydi, deb e'lon qilib edi. G'ojam darhalla o'risning u nimasi sening uyingga kiribdi-da, anglasak anglaydi, dedi. Shu hamon pagada ko'pchilik ta'zim qilib, seriq chash Osiya bilan qizlari paydo bo'ldi. Asiya g'ojamga alohida ta'zim qildi. Ondan keyin ko'pchilik ta'zim qildi. Mana yengiliq, dedi g'ojam Uyg'ur mashribiga tunji bo'lib kirgan xotin qizlarga norozilik bilan qarab. "Pah, mo'g'aylarning chaldig'ini mo qoldiskina?" Sabiha ko'ngilchan edi. Uning beli pirmi ko'ngligi, inchik ballarini, to'liq ko'ksini, chiroyli bo'yin yo'tillarini gavdalantirgan edi. Uzun tom ikki tal o'rimi chechi atrofida o'ynab yuratdi. Chiroyli qiz-jo'kalar uchun har nima qilishdan yoltaymaydigan mashrab ahlining ko'zlari uningga tikildi. Ular o'tirolmay qimirlashdi. Bir-birining quliqiga pichirlashdi. Ko'zlari bilan yosh chiroyli sho'x qizning o'zlarini birdamdila mast qilgan nozik a'zolarini ishorat qilishdi. Qizning bu qirlarining ko'zlari bilan kori yo'q. U garmonning tasmasini bo'yniga soldida, barmoqlarini garmon tillariga takkizib, yaqinliq tatar naqshlariga. Oxirida adanochkaga o'ynatib etdi. Garmon adanochkaga chelinish bilan Osiya xonim o'tirg'i tushdi. U shundoq chaqqan yaqinliq oyoq harakat qildiki, Jaloliddin zodila o'ltirolmay uningga yondashdi. Uyda qiqos va hushara qizib ketdi. Adinochka rasa avjiga chiqqanda Osiya g'ojamning oldiga kelib, xushkat qilib turib oldi. G'ojam yenidagi Salajonbayga ko'z ishorasi qilib edi. Salajonbay bir siqim pulni Osiyaning beshidan o'rib, patmusga soldi. "G'ojam dada, silini tansiq tartib atadi", dedi Jaloliddin Osiyaning maqsadini tushuntirib. "Xubdan bo'ldi", dedi g'ojam so'g'oqla. Osiya qizlari bilan chiqib ketgandan keyin g'ojam "Abdumar, qizlari qoldiskina, Chiusilingning bolalari ko'rib qolmag'ay, Xudoyim saqlasin", dedi. Ko'pchilik tala-tuzga chiqishdi. Biri o'ylada azon aytdi. Uyga joy namozlar selindi. Xubdan o'qimaydigan zikri bilan Abduvalilar talaga chiqqandan keyin zikri
Bunu Qashqarliqning No'g'ay xotini Parizatgina. Devidi Abduvali. Qizi qoltisgan, sanoyi Nafisaga bersa, Shirinning ruliga chiqsa bo'ladi ekan. Men Farhod bo'lsam, dedi. O Shirin bo'lsa Farhodning rulini menga berasan-a? dedi Zikri. Ko'rmay qilib, xato ish qilib qo'yamsan-kin deyman-a? Ular kulishdi. Merin tartilgandan keyin mashrab oxirlashdi. Kalaska, xadik, kumush, egar jabtuqliq yo'rg'alar bilan mehmonlar yo'lga chiqdi. Xushalliqni o'zadi. Baya Mangbegiga g'olji xalqi kulkuchili yaralgandek to'yilgan edi. U umrida bunchalik jiq kulkini tunji qatim ko'rib turibdi. Arvala atlar uzab kassimi, yiroqdan yana shu kulki ovozi anglanib turardi. Xo'jam yoqtirmaydi desam, unimay garmon chaldirib, adnoshga o'yintib, xo'jam cho'qim xafa bo'ldi. dedi Asiya Abdumar Mangbegiga qayib. Nemish siz uni to'lg'inib qashapsiz? dedi Mangbegi Asiyani ayblab. Xo'jam sizning g'iljinliqingizdan xafa bo'ldi. Men deydiganda, xotin haqning g'iljinliqidan xafa bo'lgan Uyg'urni men tex ko'rmadim. Arlarni ko'rsa g'iljinlamaydigan No'g'ay xotinni men tex ko'rmadim. Andaq bo'lsa nimaga olgan No'g'ay xotinni? Baylani do'rabda. Hali ham bo'lsam sahroning yo'li ochiq. Sizga mo qozonning yo'li ochiq. Men bu uydan chiqmayman. Menga bergan tilxitingiz bor. Diniy nazoratga oparsam tatar qozilar bor. Hozirlik kashingizni to'g'rilaydi. No'g'ay damollamdan yuziga tekiydigan mutaoli xalqtim bor. Azazullarni do'zaxga bo'yirga olaydi. Ular gap qilishayotganda uyga saqalliq biri hasirab kirib keldi. Voy Mangbegi, yomon bo'ldi. Cho'ng uyga bulonchi keldi. Olti qozoq g'ini o'g'ri bilan kelib mol qo'rodin. Bir uyur yilqa oyimning sanduqlarini, silining eriqi yiqqanlarini bulab ketdi. G'ini o'g'ri, ey Abdumar Qashqarliqqa, jinim mening olqinimda daydi tehi. Abdumarning beshi pirrida aylandi. Birini qo'lga keltiraman desang, yana biri tag' bo'lib sanjilayotgan. Biriga erishiman desang, ondan ayrilayotgan. Beshini yapsang, qo'ngi echilib qolayotgan. Bu qandaq jahon? Yaxshi kun ko'rish uchun Shingdobanga beqinmay bo'lmaydi. Isit, G'ojamga qilgan aqidam. Qara, ularning chaqchaqlarini tehi. G'ojamning og'zidan bir eg'iz yaxshi gapmi chiqmadi? Lekin u G'ojamning qizingni Chiyosning ballari ko'rib qolmasin degan gapini anglab qoldi. Ularga ko'rsatishning yo'li bormikin? To'xtatungchi deb bir bor deydi. Yana bir cho'ka oltin hajlisam ko'rishkil bo'larmikin? Atla, mono g'eni degan o'g'rining mening bilan qirishib qolgan nemisi? Bir uyur yiliqni haydab ketgan bo'lsa, uni ozdab xotinning ziripiri to'q po'qonlarini olgan bo'lsa, uning bilan tang bo'lg'ili bo'lamdi. Qashqirdak, chilpirdak o'g'ir qozoqlar bor uning. Atto'qo! deb varqadi u oshqin meringga amdili qo'l solgan saqqalliqqa. Bola, kelib ya! U etini darvozadan devitib chiqib ketdi. Uning nega mang'inni Asiya albatta bilmaydi. Asiya texichili uxlamagan qizlarining yeniga kirdi. Sabiha xat yozib etibdi. Kichki uxlab etibdi. Asiya qizi bilan mungdishib, ichini bo'shatishga odatlangan. Kitob o'qib, Rus tatarlar gimnaziyasida ta'lim olib, ko'pni o'rgangan. Endi 16 yoshga kirib, aqli yetishgan qizi doim uningga yangicha, yaxshi maslahatlarni beradi. Yangiliklarni aytib beradi. Qizi anadan hamma jihatda o'tib, onasining havasini qo'zg'amoqda edi. U ustalga egilib o'ltirib, butun diqqati bilan xat yozayotgan qizining ustidan xatga qaradi. Uning salom xat degan birli so'zga ko'zi tushdi. Qiz xatni latin yoziqida yozmay, Uyg'urcha yozgan edi. Ana cho'chib xatga yana qaradi-da, Nuri degan ismni ko'rib qoldi. U putining uchi dasab tomlashga yo'linib turib, qiziga sinchilab qaradi. Qalpoqliq lampochka to'van tushirilgan. Qizining oq seriq yuzi yerim ochiq. Yerimi ko'langa, ba'ayni suratlardagi go'zallarga o'xshaydi. Bo'libmi qizg'ish yuziga soy tashlab turgan uzun kirpiklari, eqib tushgandek chiroyli buruni, agmi qoshlari pichirlayotgandek birda echilib,
birde himlashib turgan qizil gul po'rikidek lavlari, tom chachlari anaga o'zining yoshligini, hissiyotining qurboni bo'lishga tayyor turgan chaqlarini eslatdi. U Qozon shahrida Tatar o'tir maktabida o'qiyotganda toza hozirgi Sabihadek chiroyli hissiyotchan emasmidi. Qani u go'zallik, qani u intilish, qani u g'oya. Oktyabr inqilobi uni ota-onasiz qilib qo'ydi. Dadasi etildi. Onasi o'rislar bilan Yevropaga qochib ketdi. Osiya bo'g'illari bilan Qrim Qozon tatarlari qo'shilib Qozog'istonga, Sibiriyaga haydaldi. U naq 16 yoshida Sabihaning dadasi Uyg'ur yigit bilan tanishdi. U tezla dunyo muhabbat, lazzat muhabbat, hayotning o'zi muhabbat degan xulosaga keldi. Ular attili bir necha botulka vodka, bolka va qand gezak bilan Almutadagi o'quvchilar yotqidila to'y qilishdi. Uning eri Uyg'urdan chiqqan bir talant egisi edi. U Uyg'ur, qozoq, rus tillarida she'r yoza oladi. Pushkinning, Lermontovning she'rlarini ruscha deklamatsiya qilsa, rus qizlari hayajonlanib uni quchoqlab so'yib ketadi. U ajoyib notiq edi. Rus tilida Lenin tug'ay degan temada so'zlagan so'zi mukofotlanib, Komsomolskiy Pravda gazetida besilgan. U yana ajoyib naqshchi, futbolchi va rassom edi. Lekin u ikki qizini Osiyaga tashlab, ular bilan tuzukkina xo'shlashmayli ketib qoldi. Keyin ular uni etivatdi. Osiya uning nima gunoh qilganini bilmadi. U shu davrga istibad hukmronlarga ichidan nafratlandi. Chunki u erining begunoh sap ekanligiga ishonadi. Rostilla shuning uchun etilgan bo'lsa, u davrning sarkardillariga nafratlanmay qanday qilsin? U jon saqlash, so'yimlik erdan qolgan mono ikki qizini beqib qatorga qaytish, onalik burchini ado qilib, o'zining inson ekanligini o'ziga isbotlab berish uchun bundan bir necha yil burun o'ziga o'xshash zamon qochqinlari bilan birga G'o'ljaga qaytib keldi. Qozon shahridagi so'yimlik ona maktabi, katta joyib bog'lari, Yevropaga qatnab turadigan seriq soqol, seriq qosh, hayvatli kiyinib, g'oz tutib yuradigan dadasi. Daim tasvisi yirib, kitob o'qib yuradigan damolli buvisi. Turk ayollardek kiyinib yuradigan mehribon mo'misi va fransuzcha yasinib, oltin ichida yolt qilib turadigan onasi, go'zal Qrim, Kavkaz, Volga, Qora dengiz bo'ylari hozir uningdan to'limi yiroqda. Go'yo tushdek, go'yo bir go'zal orzudek uning xiyoli va muhabbatiga aylandi. Uning qalbida muhabbat, oila deganlar allaqachon kuyib, kulga aylanib bo'lgan. U Lev Tolstoyning Anna Karina romanidagi Annadek o'lim yo'lini tanlab bo'lgan. Lekin ikki putiga ikki qizi chapli shig'liq. U poyezd chaqiga o'zini atolmaydi. U hozir shu yozuvchining Tirilish romanidagi Moskva. Biri uningga muhabbat to'g'risida gap qilsa, u Moskvadek nima u muhabbat degan, men uni allburun cho'rivatgan deb javob beradi. U o'zi uchun yashashni tamomlagan. U ikki qiz uchun yashaydi. Abdumar Mingbegining elchilariga u mening badanim qizlarimni beqishqili yarisi bo'ldi. Shaharda uy tutib bersin, qizlarimni o'qitsin, meni o'milab yurib xizmatimni qil desa mayli deyman deb javob bergan. Shuna u Mingbegining deginni qiladi ham uningga deginni qildiradi. U bugun o'z mayli emas. Mingbegining buyrug'i bilan boylarga adinoshga o'ynab beradi. U o'ziga tikilgan o'nlig'an ishqivoz ko'zlarni sezdi. Birlari ko'z qisdi, birlari qash atdi, birlari levini tamshidi. Ular ko'nglida shu soqolli qo'pol sahroliq xotin bo'psan. Sen shunchalik bir xotin, bizning har qanday talabimizni yerda qo'ymaysan deyishmoqda. Osiya xo'rliq, kamsitish deganlarga ko'nik. U munchilarda tozliq ishchisi bo'lib, yo'yib qo'ya deyishadi birlari yalang'och peti eshikni qiyo echib. U haqchi ro'z xotinlar bilan kirim mata yog'liqini enkidan chigib, chelak tutib ko'chalarda turdi. Ishlatuvchilardan uningga "Hey Marjanka, uyni haqlab bo'lding, endi bilimni tutib qo'ya" degichilar bo'ldi. U hammaga chidadi, hammani unutdi.
qizlari uchun har qanday xo'rliqqa, azobga qurbon berishga u tayyor. Faqatla qizlari xo'rlanmasa, azoblanmasa bo'ldi. Men bo'ldi qizim, deb varqiravatdi Osiya yig'layotgan qizini mo'risidan quchoqlab. Qizi rostla yig'layotdi. "Nimankam? Kim sana azor berdi qizim?" dedi u qizining beshini ko'kiriga tayinib. "Ayt qizim, har qancha balo bo'lsa-mu, opamga ayt." "Ishim og'rib chidamadim, opa," dedi Sabiha tushuniksizli yig'lab. "Maktabga izlab borsam, sovuq tashlari 4 kun bo'ldi yo'q. Dadis turmadi ekan. Fikrlarini chirikla aytib yetibdi dedi. Fikrlari kichik ballag'u, ularni nima ish qatadi? Uning dadisimi gunohsiz, oq ko'ngil dehqon. Uni solatgan mening mushimning begi dadamkan-ku." "Kimni da'vatsan Sabiha?" "Nurichi. Oldingi yozda bizning cho'ng uyga arz yozib kelgan bolachi." "Ha, hali qiz Ziyakdiyanning bolasimi? Uning opasi cho'ngbayning qizi ekan. Onasi tuyuqsiz o'lib ketibdi deb anglagan. Voy qizim, shu bolaning fikrlarini chirikla aytib yetibdimi?" "Ha, opa, buni dadam challatgan. Uning dadisini nahaq solatgan dadamkan. G'ani o'g'ri uning dadisini turmadan qutuldirib ekan. Chirikla bu panturkistlarning ishi. Qisos olamiz deb bolalarni aytib yetibdi. 100 necha odamni turmaga soldi. Ulardan o'lganlarim bor. Sovet konsul aralashmagan bo'lsa, bu chaqchi necha ming odam turmaga kiratdi." "Bu Shingdobanmi Stalinga o'xshashganda? Undaq dema, opa. Stalin degan dahi ulug' odam. Ulug' odamlarni jallodlik qiladi o qizim. Sen buni texi bilmaysan. Mono mingbigi dadangmi o'zini katta chaqlaydi. Qara, sen uni jallodgan deding. Hammasi o'xshash bu huquq tutqanlarning. Sovet ittifoqi degan sotsializm, o yerda ezish, zulm degan yo'q. Hammish adil hal bo'ladi, opa. Ezish, zulm bo'lmasa, adil bo'lsa, buvangni dadangni nimishqa atdi hamsa. O'qishmasa bo'lganda balki." Qizning ovozi pastlab titradi. Uning yodiga o'z dadisining g'uva obrazi va dadisi yozgan Haqiqat degan she'rdagi "Haqiqat qush bo'lib ucholmam degan. Suv kabi kalkun bo'lib tashalmam degan. Bir g'erib ko'lbisi o'tni ko'yganda o'zini shu o'tqa atolmam degan" degan misralar keldi. Haqiqat, adolat hamma yerni kezib yursa, hamma yerga uchib bora olsa, qahri bilan kalkun bo'lib nohaqchilikni yimirib tashlay olsa bo'ladi. Dadam qaltis yozgan ekan. Shundoq dadaning bolasi bo'lib, bugun jallodning qizi bo'lib qoldimmi? Qiz o'rindan turib, so'zlar yoqliq jo'ni yepinchaqlab peshayvonga chiqdi. Ana kichik qizining beshini silab, xiyol bilan o'z ko'nglini avundirmoqda. Bu uning odatiga aylangan edi. Sabiha peshayvonga chiqib, qor bilan egilgan daraxt shoxlarga qo'nib, boshlarini qanotlarining ostiga tiqib, dugdishib yetishib olgan to'g'ularga qaradi. To'g'ularning lapas tegida qo'ndoqlari bor. Ular zahardek so'g'uqning kuchini sinash uchun shoqqa chiqib yetib oldimi yoki ularning mushaqqatni tanlash odati bormi? Nuri maqsadlik oldi shundoq jafo mushaqqatni izligidek, shunga u Sabihadan o'zini qochirib yurgidek. Sabiha uni qancha istadi. Yiliq cheqir ujmi darxini qancha seg'indi. Bo'lib Nurining oilasiga baxtsizlik kelgan bu kunlarda u Nurini izlab nalaga kirmadi, ha? O'g'illarning yotoqlariga, G'ujamning esil uyiga, oxirida Farida ismli tatar qizning yordami bilan Rahimjonning uyiga birma-bir bordi. Hammani angladi, bildi. Ish-ishidan o'rtanib, qizlarga xos ojizlik bilan yolg'iz daraxt daldallarida yig'ladi. Uning ko'z yoshi, yurak pig'oni bilan Nurining hech ishi hal bo'lmasimi, u borgan sira uni seg'inmoqda. Borgan sira uni bir ko'rish istiqi qiynimoqda. Yuraklarini azmoqda. Endi uning chidg'uvchiligi qolmadi. U nadan bo'lsa-mu Nurini tepish kerak.
Namada o g'eni o'g'irlar bilan tog'larga chiqib ketgan bo'lsa, Sabiha ikkilanmay qor kechib, suv yerib, uning bilan bir sapda bo'ladi. Namada qara taqdir uni o'limga haydab oparsa, Sabiha ikkilanmay ko'kirgi bilan uni qo'g'dab, billa qurbon bo'ladi. Xiyol va sig'inish uning qalbidagi muhabbat uchqunini yolqinga aylantiradi. U o'zining tunji shirin muhabbat azobining cheksiz do'lqinliq daryosiga tushganligini tushundi. U yoki qirg'oqqa o'zib chiqadi, yoki halok bo'ladi. Uningga endi boshqa yo'l yo'q. U hozir shirin, Zuhra, Sanam. U hozir hayot daramasining qahramoni. U hayotning bu siniqiga bardoshlik bera oladi. U dadisi yezib qoldirgan she'riga amal qiladi. Tug'ulding sen ushqun, o'shma guldirla. Hayot shu sen shunqar, parvoz qil o'rla. U o'z-o'ziga odam hamon o'zini bir narsaga ataydi. Sen bir ishning qurbonisan, yoki go'zallikning, yoki razillikning deb pichirladi. Darvoza taraqlab ochildi. O'ylagan avval kalaska, orqadan otliq odam kirib keldi. Sabiha harbiychi kiyinib qilish osqan, esil palto, kostyum burulka, qora shlapa kiygan yana birisining kalaskadan tushganini. Abdumarimon begining ularni egilib turib, mehmonxonaga taklif qilganini ko'rdi. Asiya! deb varqirdi Mingbegi mehmonxonaning eshigi oldidagi qangaltirliq agimash peshayvon ostida salasonga tayinib turib. Asiya qizining xetini o'qishga berilib ketib anglamadi. Uning butun zehnini qizining Nuriga yozgan xeti egilib olgan. Uning quliqi, ko'zi, hatto mingisi ishdan to'xtagan. Qizining bir sahroliq yigitga oshiq ekanligini bilib, uning ko'zi qorong'ulashgan. Quliq putgan, beshi gangrab qolgan edi. U qiziga ham ish og'irtatdi, ham g'azablanatdi. Ish og'irtishi bechora qizining tortgan jafosini bilganligidan bo'lsa, g'azabi muhabbatning quli bo'lishning qanday oqibat keladiganligini bilganligidan edi. U qizini mushundaq muhabbat fojiasidan qo'g'dash uchun qanchalik tirishdi, ha? U qizini yigitlardan qochirdi. Qiz do'st tutishga undadi. Hatto maktabiga berib, muallimidan qizining bu jihatdagi ishlarini haftada bir qatim surishtirib turdi. U qo'lidan keladiganligi amallar bilan qizini muhabbat fojiasidan qo'g'dadi. Asiya muhabbat o'zida bir fojia. Qaysi biri pidokor murod maqsadiga yetalagan. Qizlar uningga intiladi, lekin uning dardu balasini tushunmaydi. Uning baxt deb biladi. Fojia ekanligini tushunmaydi deb yurdi. Asiya, uxlab qolmagansiz? dedi Mingbegi uyga oldirab kirib. Ya'ni mehmon, bu qatimqisi sizni xush qiladi. Ular sizning eliq sakrab yer tepadigan usulingiz bilan garmoningizni yoritadi ekan. Gapini chiqirib edim, kash bo'lsin bir anglaydi deb keldi. dedi. Xalq nima qo'ydi? Sir nima qo'ydi dada? dedi taladan uyga yengli kirgan Sabiha g'azbini yo'shira olmay. Boshqalar jon qayg'usida. Sizlar bayla ha 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 hi. Boshqalar deganing kim qizim? Mingbegi g'azab bilan so'radi. Dehqonlar, kambag'allar, o'quvchilar-chi? Kim u ahmoqlarni shingdobanga qarash chiqsin debdi? Teg'a oz, yuzni tutsin nim bo'pti, mangni tutsin, matchi mangni tutsin. G'aynidaklarning kollusini elib, to'rt darvozaga bir oydin esib sazoyi qizi bo'ladi. To'la gap qilmay mehmonlar garmonchilib ba. Yuring, mehmonlaringizni kutaylik, Mingbegi. dedi Asiya hamma g'azbini ichiga yutib. Men mehmonlaringizga garmon chelib beray. Ular mehmonxonaga kirganda Shangdobanga o'xshash qizil o'tuk, so'z yeshil so'hnidan harbiychi kiyim kiygan, mursiga pagon taqab, belini ching bog'langan tasma potisiga qilish, tapancha esib olgan, qora burut, oq yuzuk, egiz bir xanzo ofitser bilan Yevropachi kiyinib bo'yniga bantik taqgan Uyg'ur odam xanzo tilida so'zlashyapti. Yakashima, dedi ofitser Asiya bilan Sabihaga qo'lni uzatib.
U Asiya bilan ko'rish bo'lib, Sabihaning qo'lini ching tutib qo'yib etmadi. So'l qo'lini qizning mursiga qo'ydi. Ayya, jimi piyolia, dedi u xuddi och bo'ri qo'ziga intilganda. Ta doda la. 16岁 dedi Uyg'ur odam kulib turib. 太好了，一见钟情， dedi ofisdagi hayosizlik bilan. Malikova degan ismni birla Sabiha tushunatdi. U Shangdobanning rus tili tarjimoni, katibi, amaliyotda Shangdobanga Moskvadan taqdim qilingan qiz edi. Sabihaning tini shurkundi. Nindaydi o general? deb so'radi Abdumarimning begi qiziqib. Qizga bek chiroyli ekansan, birini ko'rib hayron qoldim. Shangdobanning Moskvadan kelgan qiz katibidimi chiroyli ekansan deydi. Ha? Mingbegi soqolini siypab, qaqoqlab kulib qo'ydi. Gormonni qaltis chaladi, o'rischa qaltis yozadi, so'zlaydi. Usulg'imi nayt usta. Yakashi, dedi ofisder qizni quchoqlashga tamshilib. Biyajoji, dedi Uyg'ur odam uning xushomad qilib. Abdumarim begi eshkapni o'qmayli qaqoqlab kulatdi. Uningga Sabihaning ofisderga yorg'anligining o'zi bir cho'ng omad. U mush qizi bilan xeyli cho'ng foydaga erisha oladi. G'ani o'g'rining jajisini berib, o'zining yaramliq ekanligini xalq ko'rsata oladi. Sabiha o'zini ofisderdan yerganganda qilib qochirib yurmamdi. Uni ofisderning qo'yniga ittirish kerak. Ana buni qiladi. Anaga buni mingbegi qildira olmaydi. Asiya, qani qiza, paxlan go'shi, yana heliqidak. Mingbegi qo'llarini qo'ldama nomli tamoq ishorat qildi. Asiya sirtqi mengmidi, qizni agashdi. Yo'q, dedi tarjimon odam qizning oldin to'rab. siz shu tuanjanga xizmat qiling, choy qo'ying, yana doltiring. Qiz yerginib o'zini yerim quchoqlagan tarjimonni siliqni silkib qo'lni tortdi. U bayotdan bu yerginishlik maxluqning qo'lini tutdi. Enaklarini siypash, dumba, yelka, hatto ko'ksiga qo'l tekkizishga tishini tishlab chidagan edi. U cheksiz xo'rliq his qildi. Buni harbiychi kiyinib olgan Yavuz uning er kishining qo'li tegib boqmagan badaniga qo'l tekkizdi. Uning nazarida Sabiha bir bechora kuchuk. U nimani qilsa qiz jim turishi, qabul qilishi, hatto xushal bo'lishi kerak. Go'yo uning qo'lining badaniga tegishi qizning omati, ta'liyi, hatto baxti. Yo'q, qiz bu xo'rliq chaq qo'ydi. U vijdoni oldida javobgar. U bir odam, balki buni 3 erdan esil, sap, qimmatlik. U bulardan vijdoni bilan ustun. Ularda yo'q narsa bu qizda bor. Apamga qarishiman, dedi u qo'lini mursini ching tutib olgan yirginishlik odamlardan qutulish uchun silkinib. meni qo'yib etinglar. Bo'ldi, apangga men qarishay qizim, dedi mingbegi Osiyani ittirib sirtqa mengib. Yur xotin, qizimiz mehmonlarimizni kutsin. Osiya amdir sirtqa chiqib edi, qizning varqirgan ovozi anglandi. Osiya darhol kayniga yondi. Ofisder qizni chin quchoqlab uning bo'yin boshiga ha deb so'ymoqda edi. Bu qandoq mehmon? Osiya ofisderni ishtirib qizini qutuldirib oldi. Mehmon degan izzatini saqlasa bo'lmamdi. Qizing nemishqa izzatini saqlamadi amsa? dedi Uyg'ur tarjimon qo'pollik bilan. Qiz bola degan er kishini qandoq kutishni bilish kerak. Sen qizingga nemishqa gatmagan? U qo'pollikdan boshqani o'rganmoqda emasmi? Shundoq, dedi Osiya buqildab yig'layotgan qizini bag'riga besib. sening tarbiya ko'rgan qizlaring bordir balki. Shu qizlaringga xotiningni qo'shib, uning xizmatiga salsan bo'g'idak. Tarjimonning o'ngi o'chdi. U bir nima day degicha Abdumarim begi Osiyaning qo'lini tutib, "Mam!" deb qattiq silkidi. Kimning oldida nima deb qopshyapsan? Zodi no'g'ay haqdan yaxshilik yanmaydi kishiga.
uy egalari chiqib ketdi. Ofislar o'ngda yetib, tamakisini qattiq sho'rab, tarjimonga Xanzu tilida "O qiz mening atil Urumchiga elib ketaman. Sen bugun kechala uni indaki keltirgin" dedi. Cho'qib, bu asan burkutning cho'jini olg'indakli bir ish. Anglavatqaninglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ularni Mangbega mehmon qildi. Ular haraqni ichdi. Ular Sabihani Urumchiga opirib o'qitamiz. Atla Chiyutxanjangning kichik mashinasi bilan mangsun dedi. Mangbega xushal bo'lib xotoni bilan qiziq bu xabarni aytdi. Yo'q, urikim boradi, tagim bormaydi, dedi Sabiha g'azablanib. Men ishga bormayman. Qizimni avatmayman, dedi Osiya. Hozirla uyimizdan chiqib ketaman. Hech nima talab qilmayman. Bizdan rozi bo'ling Mangbega. Yo'q, ishga ketkizmayman, dedi Mangbega g'ayratlanib. Ko'rgansizlar, o generalni. U deganni qiladi. U degan Shingdobanning xotinning erisi, bizning Chusulingning o'g'li. Mehmonlarni Mangbega 3 kundan keyin Urumchiga qizini elib mengishga ming ta'sda rozi qilib, tong atarga yaqin orolni yo'lga soldi. Osiya amdi o'zining xotirjam kunlarining oxirlashganini tushundi. U qizi uchun o'tga kirishgami, suvga kirishgami tayyor edi. U jinini olqiniga elib qo'ydi va atganligi Mangbega xo'rak tortib qattiq uxlayotganda o'z holini aytib yordam talab qilish uchun uyqusizligi havoning qattiq sovuqligiga qaramay Nezarxon xo'jamning uyiga, Apris oyimning yeni qarab yurib ketdi. Sabiha Mangbegining etini malayga egarlatdi. Ondan qelin kiyinib, yonchuqlarini oltin kumush bilan to'ldirib atqa mindi-da kun chiqish qarab yo'l oldi. Bu yerda hech bo'lmagandek ko'rinadi. Yangi qor yig'ish bilanla mahalning hamma arlari chumoqlarini pulanglatib, ishlarini kangishtirib, otliq piyoda holda to'shqin qo'g'lig'ini o'q chiqqan edi. Bu manzara Abdumar Mangbegining uyidagi mashrabga kelganlarning go'yo shahar shodligiga cho'mgandek, shaharda ko'z yoshi, qayg'u hasrat yo'qdek to'xtamay qaqaqlashib kulishganiga o'xshaydi. Yangi qarda to'shqanlar cho'p izlab, chig' tuvlaridan, tevilg'lar oralaridan chiqib sakrishib, iz qoldirishadi. Ovchilar ularni tepib olib, qalin qarda ishlari bilan qo'g'laydi. Qalin qarda bechara to'shqanlar ko'zlarini chaychaytishib, jinining baricha yugurishadi. Qor bo'lmaganida ular otliq odamni tugul, olg'ur tayg'onlarni yetkazmaydi. Qarda tas. Ular hiyli ishiltib, qor tegiga mo'kib oladi. Lekin dehqon cho'miqi uning qor betida belinib turgan dumbisini challab urishni u nadan bilsin? Yoki it uni bo'g'idi, yoki cho'miq tegdi. U bechara putlarini tipiriltib, jak qiladi. Dehqon pishqi uning qinini eqitib, ovozini o'chiradi. Uning o'limi dehqonga shodlik, go'yo dehqon qayg'usi Shingdobanga shodlik bo'lganidek. Bugungi katta qora bilan boshlangan to'shqan ovlashqa cho'miqini ko'tarib Ziyovuddinmi chiqdi. Uning qalbidagi qora bulut katta qora degan ovozni anglabla taraldi-da, u "Hay shaytonning ishi" deb qo'yib, putidagi yung paypoqqa pirmi cho'riqning chegisini chang o'radi. Qisqa ko'rak jo'sini kiyib, belini kola bilan bog'lab edi. Cho'riq, shalvur, ko'rak jo'a beshidagi tashlanmagan quloqchisi bilan tuk tashlagan tekigila o'xshab qoldi. U qama qazoqning jiran baytiliga parcha kigizni to'qim qilib soldi-da, ko'cha qaritib devetdi. Uningga ballarni qo'g'dab qololmagan heliqi oli it agashdi. Butun mahalla arlari o'rmonliq bog'larga, etizlarga katta qora bilan tarilib ketdi. Mahallada yolg'iz Nurili qoldi. Uningga na o'lash, na kitob o'qish, na do'stlar bilan paranglish xushaqmaydi. U g'azbini teniga singdirolmay azoblanatdi. Nanalardan kelasan, o bizni boshqurasan. Izisan, bekardila solaysan, o'ltirsan. Sen bizning odam ekanligimizni hisob qilmaysan. Bizning insoniy g'urur borligiga ishonmaysan.
mayli ishonma, hech bo'lmaganda bizning nafratlanadiganligimizni bilishing kerak. Nafratning o'zi kuch, g'azabning o'zi qo'ral. Sen buni hisobga olmading. Sen huquq, miltiq va popozonga ortiqcha ishinib ketding. Vaqti kelganda u narsalaring qarg'a kelmaydi. Shundaq cho'ngcha Rossiya ning bo'ldi. Lenin tug'i oxir Rossiyada g'alaba qildi. Yaponlar texnichilar buni qaloq junguni besib ola olmadi. Quroli kattalar kuchli bo'ladigan bo'lsa, besib olsa bo'lmasmidi? Sen Shingsay G'ojiniyazni aldab akilib o'ldirding. Hili bilan Ma Jungying, Jiang Peiyuan, Liu Weilong yana nurg'unlarni mag'lub qilib taxtga chiqding. Lekin sening taxtingni oxir gum bo'ladi. U nur o'chaq yanidagi ikki qatlaqliq kigizda putini sunib o'ngda yetib, ashundaq cho'ng ishlar ustida boshqa turatdi. Mulohiza qilatdi. U maktabiga berishdan qo'rqatdi. G'ani o'g'irlarga qetilib tog'larga chiqib ketishdan texmi qo'rqatdi. Dadasining deyishicha, g'ani o'g'irlar bir kunmi bir yerda turmog'idak. Ularning na uy, na shtabi yo'qdak. Ular otlarini o'ynaqiltib qozoq qishloqlarida, Qarag'oy taglarida. Ba'zida dehqonlarning uylarida yo'tkilib yurishadi ekan. Kunduzlari uxlab, kechalari o'g'irlik, bulonchilik qilishadi ekan. Ular bilan birga bo'lsa, na kitob o'qig'ili, na cho'ng-cho'ng ishlar to'g'risida paranglashqili bo'lmaydi-da. Undaq yashaganning ahamiyati qanchalik? Nuri doim boshqalarning, Nuri Lomonosov bo'ladi, cho'qim Newton bo'lib fizikaning bir yangi qonunini kashf qiladi. Bu ximiya olimi Mendeleyevning naq o'zi degandek so'zlarini anglab, o'zining kelgusida rostla olim bo'lishiga ishonadi. U olimlarning balalik hayotiga doir ishlarni o'qishga qiziqadi. Ularning odatlarini do'rab baqatdi. Jafo mushaqqat ustida o'zini sinamoqchi bo'ladi. Mana endi 16 yoshdan oshganda uning yumron maysi mazgili mo'ldir opatiga yo'liqdi. U amaliyotga yuzlandi. O'zini endi hech nima bo'la olmaysan deb keraksiz odamga chiqardi. Umidsizlik, tushkunlik uning vujudini muz bo'lib to'nglatdi. Qalbini seriq yo'gakdek chirmadi. U o'ylagan sira azoblandi. Azoblangan sira umidsizlandi. Umidsizlik albatta halok bo'lishning boshlanishi. U halok bo'lishga roziki, dadasining izi bilan mengib, hayotini yerga, uyga beg'ishlab yashashni xohlamaydi. Uning nalargadir ketgisi keladi. U yaqinda Nezarxon G'ojaning cho'ng o'g'lining dadasi Toshkentga o'qishga avatmaganligi uchun Urumchiga qochib ketganligini angladi. Lekin Nuri kimga yomonlab qochadi? Dadasi fikrlari uning o'zini beg'ishlagan. Uni o'qish uchun har qanday mushkulchiliklarga tayyor. Ular Nuriga o'xshashla azob ichida yashamoqda. Ular Nurining hayotining bir qismi. U beshiga kirlashgan yo'ng yostiqni qo'yib, xiyol ichida azoblanib, u yoqdan bu yoqqa o'rilib yotganda, tuyuqsizla uy ishga echildida, uyga illiq bir havo. Orqadan atri puruqi, ondan keyin Sabiha kirib keldi. U oldida tik turgan, qizirib, to'lib texim go'zallashgan qizni ko'rib, o'rnida sakrab turib, yalin oyoq beti supidan yerga tushdi. Qiz eshik tubida tomga yo'linib, haykaldek jimjit turadi. Sabiha! Dedi Nuri hayajon, huduqish va qo'rqish bilan qizni oldiga berib. Nadim, jannatdanmi? Do'zaxdan. Qiz ko'zlarini yumib, buqildab yig'lab Nuriga tashlandi. Nuri, bormisiz? Qiz badani, qiz hidi, qiz harorati, qiz muhabbati Nurini qayta tirildirdi. U tunji qitim o'ziga tashlangan qizning sochlarini puridi. Qo'llarini tutdi. Engaklarini yirik olqonlari bilan siladi. Qiz ko'zlarini, lavlarini chin yumib, xuddi hozirli yiqilib tushdigandek jonsiz holatda uningga yo'linib turadi. Uning birdala Sabihani asabiylach so'ygisi, chin quchoqlig'isi, quchoqlagan peti supiga ochiqqisi. Ondan tevizsiz holda qalbidagi 1,5 yillik so'zlar dövisini yeshib ko'rsatgisi keldi. Lekin u jur'at qila olmadi. Titrab turib,
Nereden? deb qayta so'radi va Dadingizniki chiqqanmi? deb qo'shib qo'ydi. Qiz javob bermasdan so'zlar yaqinliq juvsini soldi. Beshidan yum yog'liqini oldi va Nurining mursiga taynib, mo'ri o'choq yeniga kelib o'ltirdi. Siz yolg'izmi Nuri? Hammasi o'g'i ketdi. Yo'lda ovchilar. dedi qiz kulimsirab. İştlar mening etimni urkitibatdi. Otliq gapsizda? Otliq chiqdim. Shahardinmi? Nuri hayron bo'lib so'radi. Ha, shahardan. Ko'zlakni uyinglargami? Yo'q. Sizning uyingizga. Nima? Atay mushagimi? Ishonmamsiz? Shunda qilmay menga boshqa amal qolmadi Nuri. Qiz ahvolni qisqalik qilib aytib berdi. Menda xeli jiq oltin kumush bor. Nuri, Olmutaga yoki Urumchi qechib ketayli. Ikkimizmi? Ha, Nuri. Mushu g'o'ljin tashlabmi? Kelgusida yana kelimiz emasmi? Qiz Nuriga hamma ahvolni so'zlab berdi. Intiqom olmayli ketimizmi? Yo'q. Men heliqi Shu degan generalni, Abdumar degan rasvo g'olchini, heliq tarjimonini qo'shib o'ldirib etaman. 3 odamni o'ldirib hukumatni g'o'lat qilib bo'ladimi? Undaq askilar ham yerda to'lib turibdi. Oyoq osti qinayotgan yolg'iz mallimi? Apamchi. Qilchi ko'ngli yo'q yovutongiz bilan yashash apamga qanchalik azob. Jinim apam ba'zi kunlari o'lib olmoqchi bo'ladi. Lekin bizni deb o'limni yengib yana poyga yolg'ondan hijib, sun'iy yaqinchilik qilishga majbur bo'ladi. Apingizni tashlab ketsangiz u azoblanmamdi. Men bu bechara dadamni tashlab ketolmayman, Sabiha. Undaqda siz menga iyi bo'ling. Qiz yerga qaraganicha tirnoqlari bilan kigizni titishga boshladi. Nuri jim bo'lib qoldi. Ha deyish uning hayot qonuniga xilof. U muhabbatdan o'zini cheklamoqchi. Yo'q desichu qizni vahshiy kuchlarning nobud qilishiga tashlab berganlik bo'ladi. Uning arli g'ururi buningga yo'l qo'ymaydi. Qanday qilg'uliq? Bundaq chaqda Rasulov yoki Rahimjon bo'lgan bo'lsa-di, uningga yaxshi maslahat bergan bo'ladi. U birdan jim turdi-da. Biz bugun kecha shaharga qaytib Rahimjon bilan maslahatlashayli. 3 kun tex to'shmadi. Rahimjon sizni o'zining savdo shirkatining odamlari bilan Sovet ittifoqiga yo'lga solamdi texi, dedi. Qiz uning ko'zlariga qaradi va ixtiyorsiz uning ko'kragiga beshini qo'ydi. Nuri yalan kiyim bilan o'ziga ko'kraklarini yoqqan qizdan o'zini qochira olmadi. Qiz uni mahkam quchoqlab olgan edi. Bilamsiz, men sizni jinimdan a'lo bilaman. Sizni o'ylamagan birmi kunim yo'q. Siz o'zingizni qochirgan sari menda sevgini shuncha kuchaydi. Oxir zotli chidiy olmadim Nuri. Qizning lavlari uning lavlariga tegdi. Uning iroda turmusi buzildi. Hayot lazzati muhabbatda. Inson qimmati muhabbatda. Turmush siniqi, yoshlik tilagi yana shu muhabbatda. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazin